kitobning 152-beti qarang va o'rganing. Teng kuchli nisbatlardagi noma'lum hadni topish. Birinchisiga e'tibor beramiz. 5 ga 20 bu teng bo'ladi 1 ga qandaydir noma'lum son. Buni topish uchun demak 5 ga 20 ni hadlarini bir xil songa bo'lib yuboramiz. Ya'ni 5 ga bo'lib yuboramiz. Shunda 5 ni 5 ga bo'lsak 1 bo'ladi. 20 ni 5 ga bo'lsak aynan noma'lum son, ya'ni 4 kelib chiqadi. Demak bu yerdagi noma'lum son aynan 4 ekan. Teng kuchli kasrlardagi tushirib qoldirilgan hadni topish usuli bu. Demak 5 ga 20 ni 5 taqsim 20 ko'rinishda kasr qilib yozsa bo'ladi. Shunda va surat qismi va mahraj qismini bir xil songa bo'lib yuboramiz. Surati 1, mahraji esa 20 bo'lingan 5, ya'ni 4 ga teng bo'ladi. Aynan noma'lum had bu 4 ga teng. Ikkinchisini ko'ramiz. 2 ga 3. 2 bo'lingan 3 ko'rinishida yoziladi. Endi 2 ga 3 ni biz ikkala hadini ko'paytirish asosida uni kattartirsak bo'ladi. Ya'ni har ikki sonni 6 ga ko'paytiring, noma'lum had 12 ekanligini toping. Qanday topamiz? Demak 2 ga 6 ni ko'paytiramiz, 12 bo'ladi. 3 ga 6 ni ko'paytiramiz, 18. Endi 6 ga ko'paytirishni qanday bildik? Buni demak ikkinchi haddan bilamiz. Ya'ni 3 qanday qilib 18 ga aylanadi? Albatta bu 3 ga 6 ni ko'paytmasi. Ya'ni 18 kelib chiqadi. Shunday ekan 2 ni ham 6 ga ko'paytiramiz. Bu 12 son kelib chiqadi. Ushbu sonni belgilaymiz va keyingisiga o'tamiz. Bizda 3-chisida noma'lum had bo'lingan 3 bu 20 bo'lingan 15 ga teng. Endi 3 ni qanday qilib 15 qilsa bo'ladi? Albatta bu 3 ni 5 ga ko'paytirish orqali. Ya'ni mana bu yerdagi 20 ga 15 ni hadlarini demak 5 ga bo'lib yuborsak aynan bittasi 3, bittasi noma'lum had, ya'ni 20 bo'lingan 5 bu 4 ga teng. Bu yerdagi noma'lum had bu 20 bo'lingan 5, ya'ni 4 hisoblanadi. Demak bu aynan 4 degan javob kelib chiqadi. Har ikki sonni 5 ga bo'lib noma'lum hadni toping. Biz noma'lum hadni topib oldik, bu 4 ga teng.